Bezdagi turgan yaqinlarimiz Sankt-Peterburgdagilar metro Seneplosh, Sadoy, Spassky xullas. Sankt-Peterburgdan aloqaga chiqamiz. Faqat Sankt-Peterburgdagilar telefon qilinglar. 11:26 bo'yicha ukaz nima bo'ldi? To'xtatildimi? Dokument bermayaptimi deyapti. Faqat shoshilamiz. 11:26 bo'yicha Bezdagi turgan yaqinlarimiz dokumentni olsanglar bo'ladi hozir. Bezdagi yaqinlarimiz bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Faqat Sankt-Peterburgdagi yaqinlarimiz. O'zbekistonga yangi kelganlar, dokumentlarni problema qilmoqchi bo'lsanglar, tugagan bo'lsa vaqti bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib dokumentlarni olsanglar bo'ladi. Shu dokument xizmati plus eng arzon zaezd gransi bo'yicha biletlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Hammaga omad, musofirchilikda yurgan yaqinlarimiz ishlariga faqat rivoj, kasbkorlarga baraka bersin. Va hatto bugungi dam olish kunidan maroqli va mazmunli o'tsin. Sochlarni havo вообще pirpilab qashyapti. Короче, havo вообще bambichskiy bo'lyapti. Ko'rib turganlar. Xullas, bemalol aloqaga chiqishlar mumkin, shoshilamiz. Bezdagi yaqinlarimiz juda ko'pchilik 11:26 bilan patentlarni oldi, olib berdik. Xudo xolasa bemalol